Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Xudo xolasa Surxondaryo viloyatining 3 dona temir eshigi tayyor bo'ldi. Dastavkadan burun sizlarga bir qator eshigimiz haqida tushuncha berib o'tamiz. Bu eshiklarimiz Hightech uslubida ishlandi. Eshiklarimizni asosiy ekrani 1.8 lik asimkoy listlardan bo'ldi. Eshiklarimiz 15 santimetrlik obnashiklar bilan ishlandi. Dapasini koronalari 25 santimetr. Individualni yaxshi chiroyli ko'rinish uchun zolotoy svetda nijvoykalarni ham bosib 4 taraflama bichib ishladik bularni. Suvdiradon joylari ham xudo xolasa meli nijvoyka bo'ladi. Ertangi bugun eshigimizga zang kraskasine zarar yetmasligi uchun shunday deb ishlab boshladik. Dugalari besplatniy hamma eshigimizga qo'yilib turibdi. Xudo xolasa ruchnoy ishlarimizda besplatniy dugalarni qo'yib beramiz. Bular ham ikki tomonlama bichib ishlanadi nijvoykalari. Hech qanday ochib yo'g'on vaqti qo'lni kasadon yerlari yo'q. Hamma joyi planlashtirib ishlangan. Zamoklarga keladigan bo'lsak, zamoklari eng yaxshi Frida firmani zamoklaridan foydalandik. Buni svetlari, nijvoykalari pas svet bir xil bo'lishi uchun shulangan berdik. Quloqlarga keladigan bo'lsak, do'stlar, quloqlari 3 dan urildi. Bular ham Zavskoy firmenli narsalar, oddiy qo'l bola ishlangan quloqlardan foydalanamiz hozir ishlan ishlari. Profillari 8/4 likdan ishlandi. Teni paroxlari shvillerdan bo'ldi. Bularni profillarning ichini ham bo'sh qilamiz. Ertangi bugun ichan issi tashqari sovuq borligi uchun eshigimiz izolyatsiya bo'lib parlanib yotmaydi. Обязательно zich holatda steklar tiqib ishlab beramiz. Eshiklarimizni ko'rib Kimga shunday xizmatlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa telefon raqamlarini qo'yamiz, bog'lanaverasizlar. Endi bu eshiklarimizni kraskalarına keladigan bo'lsak, mokriy asfalt. İçini endi alifononing rangini maslahatlashgan holda klientimiz bilan ishlab ko'ramiz. Buni ichkari taraflari, ichkari eshiklari oq bo'lganligi uchun alifonlarni ham oqda urib berdik. Sizlar ham xudo xolasa zakaz beradigan bo'lsangizlar, shuni ichki dizaynına qarab, joyni tashqi dizaynına qarab, ko'rinishlarni maslahatlashgan holda ishlab beraveramiz. Yana ordinarniy birli eshiklarimiz ham pas svet uchisi bir xil bo'lishi uchun pasomlarni bir xil etib qo'ydik. Har bir detali, har bir profili, quloqlari, zamoklari hamma narsasi bir xil bo'lib ishlandi. Gullarni ham e'tibor bersangiz, hammasi ajralmas bir xil. Profillar ham shu 1.8 lik, 8/4 lik stenada ishlandi. Bular ham hammasi shumka urildi. 100% eshiklarimiz shumka, arkasi alikafon. Eng yaxshi materiallardan ishlandi. Xudo xolasa ko'rib boraverasizlar. Bu eshigimiz ikkilanchi yakka eshigimiz, bu chap ochiladi. Arkasi birinchisi o'ng ochiladi. Buni ham lev pravisini zakaz bilan ishlab beraveramiz. Hamma eshigimizning pasomi, materiallari bir xil bo'lganligi uchun doğrusu videomizni ko'p cho'zib o'tiramiz. Bularni kelishgan holda ishlab beraveramiz. Listni qalingina qarab bo'ladi, zamokni filnaturalarini sifatına qarab bo'ladi, kraskalarning sifatına qarab har bir narsasini, detalini yaxshi firmalardan ishlab garantiyasi bilan xudo xolasa sizlarga ko'rsatib boramiz. Shunda chiroyli holda boshqa viloyatlardan bo'lsam, upakovkalangan holda dastavka etib kelishilgan holda ustavkasini ham qilib berishimiz mumkin. Xudo xolasa bog'lanaversa, telefon raqamlarini qo'yamiz, hammasini gaplashib, ana bir kerak bo'ladigan bo'lsa, bularni ham Telegram orqali tashlab beraveramiz.